Xo'sh do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Ziya Jaloliddinov va bugungi bizning videoroligimizda Dream League Soccer 2026 o'yinida yaqinda yangi qo'shilib kelayotgan dramatik kartalar haqida do'stlar bugungi bizning videorolikda tahlil qilamiz. Albatta do'stlar, video boshlashdan oldin videoroligimizga like bosib qo'yib, kanalimizga esa albatta do'stlar obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa videoroligimizni boshladik. Xo'p do'stlar, ko'pchilik aytdi, dramatik futbolchilar terma jamoa bo'lib keladi. 7 ta kartasi keladi, ya'ni yonda ko'rgan bo'lsanglar, yon atrofida sariq bir aniq bogatый kartada, masalan, Argentinani hisobga oladigan bo'lsak, Argentinadan Messi, oddiy futbolchidan masalan Garnacho deyishimiz mumkin. Lekin bularni do'stlar hammasi tahlil xolos. Xo'p, hozir men sizlarga batafsil to'liq ma'lumot beraman. Albatta do'stlar, bemalol shu videorolikda bilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi men o'zimni tahlilimni aytadigan bo'lsam, xo'p, mayli oxirida aytaman o'zimni tahlilimni. Boshqa odamlar aytadi tahlil. Xo'p, 1980, 90, 2010, 2025, 2015 xuddi shunaqa 10 yil, 15 yil oralig'ida shunaqa qanaqadir eski va yangi urfdan qolgan futbolchilar kelishi mumkin deyapti. Endi urfdan qolgan masalan o'zini vaqtida Griezmann yoki o'zini vaqtida Lewandowski zo'r o'ynagan 80-yillarda masalan kimni aytadigan bo'lsak, xo'p, endi 80-yillarda jay ko'p futbolchini tanimayman, qanaqadir urfdan qolgan futbolchilar kelishi mumkin, lekin ularning hammasi tahlil xolos. Va o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, hamma joyda ko'rib yotibsizlar Telegram kanalida Husanov kelishi mumkin, Husanov kelishi mumkin. Da do'stlar, 100% Husanov keladi. Endi bu o'zimni shaxsiy fikrim 100% deyotgan. Baribir Dallas bizni aldab qo'yishi ham mumkin, chunki Dallas o'zimizni ustimizdan izdivatsiya qilishi mumkin-da. Endi izdivatsiya qilmasligi mumkin. Baribir Instagram sahifasida Dallasning Play Dallas Instagram sahifasida Poni Husanov bilan Neymarni yozib yotishibdi. Endi baribir Husanov deb ko'p odam o'zbeklar yozadi, boshqa davlatlilar Husanov deb yozmaydi. Katta ehtimol baribir o'zbeklar Neymar yozishi mumkin. Braziliyaliklar Husanovni yozmaydi, chunki bizani masalan poddeshka qilmaydi-da, как biz Neymar baribir yoshlikdan ko'rganmiz mayli, u boshqa tema. Xo'p, katta ehtimol Husanov keladi, izdivatsiya qilmayotgan bo'lsa, agar Husanov kelmasa, Dallas bizani ustimizdan просто tak kulib qo'ygan bo'ladi. Chunki kommentariyada Poni Husanov bo'lib yotibdi-da, har bitta postda, har bitta o'zbek odam masalan Husanov kelsa zo'r bo'lar deydi yaqinda, chunki do'stlar bu просто yangi karta Dallas uchun. Dramatik karta. Endi kelsa agar Husanov juda ham yaxshi bo'ladi. Husanovni o'zi keladi do'stlar. 7 xil uslubda qanaqadir qilib full qilsa bo'lar ekan. To'g'risi do'stlar, men uni tushunganim yo'q qanaqadir. 7 xil degani, masalan, fevral oldagi Husanov yoki oldingi yildagi Husanov yoki hozirgi paytdagi Abduqodir Husanov. Albatta do'stlar, bularning hammasi tahlil xolos. Bunaqa yangiliklarni do'stlar, barcha yangiliklarni Telegram kanalimga tashlab boraman, post qilib. Telegram kanalim yaqinida do'stlar turnir bo'ladi. Bemalol o'tib qo'yib, obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Telegram kanalining silkasini esa kommentariyadan topasizlar. Xo'p do'stlar, soat qaranglar 12:45. Ishdan keldim to'g'risi, masalan, hozir uxlaydigan vaqtim, lekin shunaqa ma'lumotlarni bilganimdan so'ng sizlarga batafsil aytmoqchi bo'ldim va shunaqa videoroliklar olaman. Xo'p do'stlar, albatta 1000 ta like yoki 2000 ta like qilsanglar juda ham xursand bo'lardim. Mayli 3000 ta like qilinglar, 2000 ta bilan 1000 ta ham hozir chepoxa bo'lib qoldi, chunki 1000 ta ham like ko'rdim sizlardan. 3000 ta like, xudo xolasa, yana qanaqadir videolar olamiz. Endi Husanov xudo xolasa yana bu haqida ikkinchi qism olib boraman. Ertaga 3-qismni qo'yaman. Reytingi tushadigan va ko'tariladigan futbolchilar haqida naqd 50 ta futbolchini qo'yaman do'stlar. Xo'p do'stlar, hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Shu videorolikimiz mayli, 3000 ta demaylik, 1000 ta like yig'sa, ikkinchi qismini qo'yaman. Albatta, qanaqadir ma'lumotlar olib sizlarga ulashaman. Sizlar bilan esa do'stlar Ziya Jaloliddinov bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.